O'g'il farzandi bor ota-onalarning yo'l qo'yadigan xatolari. 4-5 yoshdan keyin o'g'il bola otani tarbiyasiga o'tishi kerak bo'ladi. Ya'ni ko'proq otasi bilan vaqt o'tkazishi, suhbatlar olib borishi kerak bo'ladi. Bu davrda o'g'il bolada ichki tayanch, dadillik, jasorat shakllanadi. Agar o'g'il bola ko'proq onasi bilan qoladigan bo'lsa, onasi bilan vaqt o'tkazadigan bo'lsa, u onani g'amxo'rligi, muloyimligiga moslashadi va natijada ruhan ulg'aymagan bola pozitsiyasida qolib ketishi mumkin. Bunday o'g'il bolalar katta bo'lganida yutuqlarga erishishda muammo bo'ladi, qo'rquvlari ko'p bo'ladi va mas'uliyat olishga qiynaladi. Shuning uchun ham o'g'il bola tarbiyasida erkak kishi ishtirok etishi juda ham muhim. Agar oilada ota bo'lmasa, uni o'rniga yaqin qarindoshlar, bobosi, tog'asi yoki yana kimdir bu mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi kerak. Bola tarbiyasi bilan bog'liq tavsiyalarimni berib boraman. Sahifamni kuzatib boring.